Ming yaqin odaming bo'lsa ham boru haqiqatni qabul qilgisi kelmaydi. Basharasiga gapirsanchi sandan yomon odam bo'lmaydi. Qayoqdagilar unga paxta qo'yib yolg'on gaplarni gapiraversa qiyomatligim jigarim deydi. To'g'ri gapirgan odam hech kimga yoqmaydi. Lekin chiroyli rol o'ynagan odam hammaga yoqadi. Bu dunyo chiroyli rol o'ynaganniki ekan o'rtoqlar. Shunaqa. Burgut seni degan mana akam kel, qoyanga chiqib onu poylaymiz. Sherlarga tegmaymiz, ular o'zi kam, ko'payib ketgan tulki ovlaymiz.